Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, yangi kelgan mehmonlar, yangi podpischilar. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa respublika bo'yicha eng yaxshi muzqaymoq retseptlarini o'rgatadigan insonni kanalidasizlar. Xudo xolasa yangi retseptlar, yangi g'oyalar, yangicha o'zgarishlar bilan sizlar bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Hozir ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Muzqaymoq biznesini boshlab qo'ydim, kredit oldim, katta pulga boshladim, lekin yetarli foyda qilmayapman. Buning asosiy sabablaridan bu smeslarning qimmatligi, klientskiy bazani yetarli emasligi, quyib yurishdagi va sotishdagi xatolar, marketingning yomonligi hammasini o'z ichiga oladi. Meni kanalimga a'zo bo'lsanglar, xudo xolasa yaqinda yangi strategiya ishlab chiqyapman. O'sha strategiya bilan sizlar bilan o'rtoqlashaman. Qanaqa qilsa ko'proq marojni sotish mumkin, ko'proq foyda qilish mumkin. Ko'pchilik hozir bu yil eng katta muammolardan bittasi smeslar rosa ham qimmatlab ketgani. Hozir o'rtacha 15 ming so'mdan 18, 20, 25 ming so'mgacha smeslar sotilyapti. Lekin ayrim qishloq joylarda, chet joylarda muzqaymoq narxini oshishi odamlarni marojni olishdan tiyib qo'yapti. Chunki upakovkali marojnilar, mana bu zavodskiy marojnilar, morozelnikda sotiladigan marojnilarni olishni ma'qulroq ko'ryapti. Chunki bu yoqdagi marojni qimmat bo'lgani sababiga. Qimmat bo'lgandan keyin sizni smesingiz qimmat bo'lib kelganini klientga buni tushuntira olmaysiz va qimmat sotsangiz avtomatik siz klientingizni yo'qotib qo'yapsiz. Nima qilish kerak? Klientni ko'proq o'zimizga jalb qilishimiz uchun bu boyagi zavodskiy marojnilarda afzalligi va nimasi bilan klientni ushlab qola olishini isbotlab berishingiz kerak. Endi bunaqa strategiya bo'ladigan bo'lsa, biz ajoyib strategiya ishlab chiqdim. Kanalga a'zo bo'lib qo'ysanglar, yaqinda yangi strategiyani sizlarga bilan bo'lishaman. Xudo xolasa 3 kun ichida podpischilarimiz soni 2000 dan oshsa, shu videoni tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. 2000 dan oshsa, yangi strategiyani aytaman. Ko'proq foyda qilish uchun nimalar qilish kerak, qanaqa retsept qilish kerak, qanaqa qilib kamroq xarajat qilib ko'proq foyda ko'rish kerak. Iqtisodiy samaradorlik degan tushuncha bor. Iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun albatta xarajat kamroq, foyda esa ko'proq bo'lishi kerak. Podpiska bo'linglar, telefon qilinglar, smslar uchun mana shu raqamlarga telefon qilinglar. Xudo xolasa sizlar bilan aloqadaman. Sog' bo'lasizlar.